Bugun sizlar bilan bolalar uchun juda ham foydali bez gluten galetli pechenye tayyorlaymiz. Darrov retseptini saqlab qo'ying va yaqinlarga ham yuborib qo'ying buni. Demak, ikkita tuxumni hozir chaqamiz. Va uni venchikda ozgina aralashtirib olamiz. Mana aralashtirib oldik. Endi bunga ozgina chimdim tuz qo'shamiz. Vanilin qo'shsa ham bo'ladi, lekin men limon suvini qo'shaman. Ozgina limon suvi, bir choy qoshiq yoki bir osh qoshiqda ham bo'ladi. Keyin esa bunga ozgina stevia. Stevia bilasiz juda ham shirin, lekin shakar o'rnini bosadigan sahar zaminsil deyiladi. Mana shundan ozgina mana chimdim qo'shib yuboramiz qoshiqning uchida. Ozgina yana qo'shib yuborsak bo'ladi. Bo'ldi. Yana aralashtirib yaxshilab. Endi bunga kokosovый молоко. Men o'zim tayyorlaganman buni. Buni o'zingizlar sotib olsanglar ham bo'ladi. Korzinkalarda, magazinlarda, supermarketlarda sotadi. 2 osh qoshiq kokos sutini qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Keyin esa oxirida yana 2 osh qoshiq yog' solamiz. Bismillah. 2 osh qoshiq yog'. Yo'q, bunisida 4 osh qoshiq edi, adashdim. 4 osh qoshiq. Chunki men 2ta porsiyali qilaman hozir. Ana endi hozir tarasini o'tashgan holatda biz hozir idishga un solamiz. Bu yerga 260 gram un solamiz. Hop. Uni elakdan o'tkazamiz, sitadan o'tkazamiz. Bismillah. Qarab turamiz. 260 gram. Ozgina yana plus minus qilishimiz mumkin. Kukuruzniy kraxmalni ham elakdan o'tkazamiz. 50 gram 60 gramcha kukuruzniy kraxmal. Menda 50 gram. Endi razrihlicha ozgina. 1 choy qoshiq atrofida. Mana shunda ko'zim bilan chamalab oldim. Ana endi hammasini mana shu quruq mahsulotlarni aralashtirib, keyin esa tuxumli suyuq massamizga qo'shamiz. Ana endi hamma masalliqlarni bir-biriga aralashtirib xamir qoramiz. Qo'lga yopishmaydigan mayin xamir qoramiz. Biroz xamirim quruqroq chiqdi, shuning uchun ozgina sut qo'shib yuborishimiz mumkin. Kokos sutini qo'shib yuboraman mana shunaqa holatda, o'sha qo'lga yopishmaydigan, mana endi umuman qo'lga yopishmaydigan holatda mana shunaqa yumshoqqina xamir bo'ladi. Buni hozir yoyishni qanaqa qilinishini ko'rsatib o'taman. Demak, endi buni yoyishdan oldin o'zi universal unni o'zini sepib, shu unni o'ziga yoyamiz. Ko'p un ham ketmaydi. Ingichka 2 millimetr qalinlikda yoyamiz. Mana shunaqa holatda ingichka qilib bir tekis qilib yoyib olinadi. Keyin esa chetlarini tekislab kesib olinadi. Bu kesilgan qoldiqlarni ham yana keyin alohida yoyib shakl berib yuboriladi. Hammasini endi bir xil qilib shakl qilib kesamiz. 4 burchak qilib. Men ko'zimda chamalab kesyapman. Siz xohlasangiz o'lchab kesishingiz ham mumkin. Ana endi men spashka yordamida galetli pechenyega o'xshatib mana shunaqa teshikchalar qilib chiqyapman. Ana. Hammasiga shunaqa qilib chiqamiz. Mana shunaqa lopatishka bilan ehtiyotkorlik bilan olamiz, chunki bu juda ham yumshoq xamir bo'ladi, bo'linib ketib qolishi mumkin. Shunga e'tibor berib, mana shunaqa silikon lopatishkalar bilan olsanglar qulay bo'ladi. Mana shunaqa qilib, chiroyli qilib diskga terib olamiz. Pergament qog'oz albatta yozilgan bo'lsa yaxshi. 10 minutga 180 gradusga qo'yib pishirib olamiz.
Mana shu holatda pishib chiqadi, oppoqqina bo'lib, sal-pal qizartiribroq pishirsanglar ham bo'ladi. Mana shunday xuddi galetniy pechenyega o'xshaydigan bez gluten, shakarsiz, foydali pechenyelarni o'zingizlar uyingizda tayyorlab bolajonlarga berishingizni tavsiya qilaman. Juda ham foydali va mazali. Yaqinlarga ham retseptni yuborib qo'yinglar. Profilimga, kanalimga esa obuna bo'lib qo'yinglar. Juda mazali.